Xullas, bir insonni tadbiriga chaqirishdi, mehmon qilibdi. U inson o'sha tadbirga borganda oddiyroq eskiroq kiyimlarni kiyib boribdi. O'sha tadbirga borganda uni kutib olishibdi-da, o'sha ishning tagida oddiyroq joyga o'tkazib qo'yishibdi. Ozgina o'tirgandan keyin turib uyga ketibdi-da, uyga borib qimmatroq kiyimlarni kiyib kelsa, kelgandan keyin uni kelib kelinchi qilib o'sha ichkariroqga kattaroq joyga o'tkazishmoqchi bo'lganda, o'sha vaqt u to'xtab, o'sha ustidagi kiyimni yechib berdi odamlarga, aytibdi o'sha joyga degan, meni kiyimimni o'tkazinglar, chunki sizlar hozir hurmatni mani o'zimga emas, meni kiyimimga shu hurmatni ko'rsatyapsizlar degan ekan. Albatta qiziq holat nimadaki, o'zi aslida kiyim odamni ichki dunyosini ifodalab berib, uni shaxsiyatini mustahkamlaydigan narsa bo'lishi kerak. O'shaning uchun aytaman, odam tashqi ko'rinishiga qanchalik katta ahamiyat bersa, shunchalik aql va jismoniy tarafini ham kuchaytirish kerak deb bilaman. Chunki jamiyat qoidalari shunaqa ishlaydi-da, siz o'zingizni tashqi ko'rinishingiz bilan odamlarni birinchi aldamchi taassurot qoldirasiz. Haqiqiy taassurotda bo'lsa, siz уже aqlingiz bilan qoldirasiz. Endi meni gaplarimni sizlar eslatma qilib qabul qilsanglar ham bo'ladi.